Bu videoda Autodesk Revit dasturini o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Sizlarda silka orqali kirishingiz mumkin. Silka orqali kirganingizda aynan xuddi shunaqa zip fayllar bo'ladi va shu zip fayllarni hammasini belgilab turib, o'ng tomonini bosib turib, mishkani извлечить fayl tekushi papka yoki o'zingizga kerakli joyi belgilanadi. Извлечить qilingandan keyin aynan hammasi bizda 5 ta fayldan iborat bular zip fayllar. Va aynan xuddi shunaqa faylni ko'rinishda bo'ladi. Bosamiz ustiga, ichiga kirganimizda xuddi shunaqa fayllar chiqadi va buni aynan setup degan joyi bor. Xuddi shuni ustiga bosamiz. Bizi Autodesk Revit dasturini 23, 24, 25 yilgi versiyalari bilan ishlashni ko'ramiz. Maslahat beraman 23 yilgi versiyasida ishlashni. Chunki 21 yilgi versiya asta-sekinlik bilan eskirishni boshlayapti. Sababi 23 yilgi versiyalarda unaqa katta o'zgarishlar bo'lib ketmagan-ku, lekin qo'shimcha yaxshi yangiliklari bor. Shu sababli harakat qilamiz 23, 24, 25. Agar 24-yilgi versiyasida ishlasangiz, bu undan ham yaxshi. Autodesk Revit dasturini kerak bo'ladigan parametrlari dispetcher proyektiga kiramiz. Производительность degan joy bor. Menda AMD Ryzen 7 5700X turibdi. 8 yadr 16 potok, ya'ni logический protsessori 16 ta. Xo'p, bizda kontrol учетный запись chiqadi. O'shanda da bosamiz va bizda xuddi shunaqa загрузка bo'layotgan qismi chiqadi. Xo'p, birinchi bizga protsessorni tushuntiraman. Protsessor 2 Hzli minimum bo'lishi kerak, 2 Hz bo'lishi kerak. Скорости. Xo'p, operativniy pamять hozir menda 32 GB. Xo'p, 8 GB minimum bo'lsa, Autodesk Revit dasturida o'rtacha ishlarni qilsa bo'ladi. Unaqa katta operativga hajm talab qilmaydi, lekin kattaroq bo'lgani yaxshi, sababi ishlaydigan fayllarimiz ham juda ko'p qismi operativga bilan protsessorga nagruzka beradi. Hard diskimiz odatda menda hozir 1 tera va SSD'im 500 GB turibdi. Aynan sizga kerak bo'ladigani birinchi o'quvchilar uchun 500 GB yoki 256 GB ham yetishi mumkin. Aynan bitta Revit dasturini o'rnatish orqali. SSD bo'lgani albatta ma'qul. Grafический videokarta. Xo'p, videokartamizda bizda minimum 2 GB, hozir menda 8 GB li RTX videokartasi turibdi. Nvidia GeForce RTX 3050. Xo'p, aynan minimum 2 GB talab qilinadi, lekin 2 GB bo'lgani bilan unaqa videokartani unaqa nagruzkaga tushirmaydi. Shu sababli unaqa katta videokarta shart emas aynan Revit bilan ishlash uchun. Xo'p, bizda aynan xuddi shunaqa oyna ochildi va buni bu yerda "Я принимаю" degan joyni bosamiz, galochkani bosib turib, "Далее" tugmasini bosamiz. Va bu yerda qaysi joyga uстановка bo'layotgani, qaysi joyda bizga kerakli fayllar joylashuvini, ya'ni komponent bo'tda va programma aynan bu joyda ligini tushuntiryapti. Hozir uстановить bosamiz. Hammada har xil uстановка bo'ladi. Bu jarayon ba'zi birlarda 10 minut, ba'zi birlarda 20 minut, ba'zi birlarda 5 minut davom etishi mumkin. Albatta bu protsessorga va SSD yoki hard disk HDD ni skorsiga qarab ketadi. Dastur o'rnatib bo'lingandan keyin aynan xuddi shunaqa yozuv chiqadi, ya'ni uстановка завершена va запустить bosishimiz mumkin yoki X komandasini bosishimiz mumkin. Ana endi biz запустить bosmay turamiz, X komandasini bosaveramiz va biz hozir buni faylni litsenziyasini crack qilishimiz kerak bo'ladi. Crack qilish uchun birinchi navbatda men aynan xuddi shu oynaga kirib turib, biz zashtani o'chirib turishimiz kerak bo'ladi. Bo'lmasa biz faylimizni, crack faylimizni o'chirib yuborish mumkin. Ustiga bosamiz, управление настройки kiramiz va bu yerda защита в реальный rejim degan joy bor. Shuni o'chirib qo'yamiz. Bu yerdagi hamma galochkalarni oldik. Ana endi biz crackga kirishimiz mumkin bo'ladi. Bizda xuddi shunaqa faylimiz bor. Bu crack, ya'ni litsenziyani vaqtinchalik to'xtatib turadi va aynan xuddi shu значокli fayl ustiga bosib turib, o'ng tomonni запуск от имени администратора degan joyni bosamiz
va bu yerda разрешить этому предложению degan joyda dani bosib turib ruxsat beramiz va bir necha soniya kutib turamiz. Aynan xuddi shunaqa oyna chiqib turadi. Tegmay turamiz albatta va o'zi enjoy degan oyna chiqquncha. Enjoy degan oyna chiqquncha va undan keyin biz faylni ochib ishlasak bo'ladi Revitda Autodesk Revit 25 versiyasini yoki 23 versiyasini. Va bizda xuddi shunaqa Cracking Complete Enjoy degan knopka chiqadi va OK bosamiz. Va ana endi biz Autodesk Revit dasturiga kirib ishlashimiz mumkin. Bu versiya umumiy Revit dasturlariga hammasiga bir xil ishlaydi. Bu darslik aynan ustanovka jarayoni hammasiniki bir xil. Faqatgina crack qilishi ikki xil yo'li bor. Bittasi aynan ADSK LNM bo'lsa, ikkinchi varianti u ADSKdan foydalanmaydi, u boshqacharoq crack va hozirda undan foydalanilmayapti. Sababi u tez-tez o'chib qolishi sababi. Dastur o'rnatib bo'lingandan keyin biz Autodesk Revit dasturiga kirganimizda aynan xuddi shunaqa oyna ochiladi va bu yerda Использовать сетевую лицензию degan joyni bitta bosamiz va aktivirать bo'ladi faylimiz. Aktivirать bo'ladi Revit dasturimiz. Bizda hozir etotda Modplus degan pluginimiz bor. Buni men boshqa versiyaga ustanovka qilganman, lekin bu versiyaga hali ochilmagani uchun bu narsa chiqyapti, lekin bu Revit dasturini o'rnatishga umuman aloqasi yo'q. Sizlarda ham agar eski versiyalarda xuddi shunaqa pluginlar ustanovka qilgan bo'lsanglar, buni ham yangi versiya yoki boshqa versiyalarga aktivirать qilib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Va mana bizda Autodesk Revit dasturi aktiv bo'ldi. Buni o'zimiz xohlaganimizcha ishlashimiz mumkin. Misol hamma oynasi ishlaydi. Materiallari, misol uchun odatda ba'zi bir Revitlarni materiallari aktivirать bo'lmay qoladi. Shu sababli berib ustanovka qilishni maslahat beraman.